Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Ohanrabo dasturining aziz va muhtaram shinavandalari. Biz bugun dasturimizni biroz avvalgilardan boshqacharoq boshlaganimizga hayron bo'lgan bo'lishingiz kerak. Ba'zi bizni dasturimiz orqali o'sha milliy san'atimizdan namunalarni juda ham sevib tinglaydigan, juda ham faqatgina milliy qo'shiqlarimizni tinglovchi muxlislarimiz esa bu holatga juda ham xursand bo'lishdi, chunki bizni dasturimiz orqali yangraydigan o'sha barcha katta asarlarni mohir ijrochilari, ustoz san'atkorlar, marhum san'atkorlar dasturimiz orqali bundan buyon tez-tez yod etib turish maqsadida, ularni eslab turish maqsadida biz mana shu kadrlarni, lavhalarni arxivdan olib sizlar uchun tayyorladik. Mana shunday qilsak, men nazarimda bizni dasturimizga kelayotgan barcha o'sha xonandalar, ayniqsa yosh xonandalarimiz o'sha asarlarni yana ham mukammalroq ijro etishga harakat qiladilar. Ustozlar bilan jiddiyroq tayyorgarlik ko'radilar. Chunki bizni dasturimizni ko'radigan muxlislarimiz barchasi milliy san'atimiz shaydolari, asl shinavandalarimiz. Endi bugungi dasturimizga tashrif buyurgan xonandamizni sizni huzuringizga taklif etmoqchiman, uni sizga taqdim etmoqchiman. Namangan viloyatidan tashrif buyurgan bu xushovoz xonandamiz, ko'pchilik muxlislariga ega bo'lgan xonanda Isoqjon Jo'raxonov. Marhamat. Xush kelibsiz dasturimizga. Xushvaqt bo'ling. Xushvaqt bo'ling. Salomat bo'ling. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Dasturimiz orqali bugun mana yana o'sha hozir aytib o'tganimdek ustozlarimiz ijro qilib ketgan ba'zi asarlarni ham bugun aytasiz, to'g'rimi? Ham muxlislaringiz iltimos qilgan ba'zi qo'shiqlar bor, ashulalar bor, ularni ham aytishga harakat qilasiz, hamda juda ham ma'noli, samimiy suhbatingizni muxlislarimiz kutishadi bugun. Lekin avval o'sha suhbatga o'tishimizdan avval sizdan ilk ijroyingizni so'ramoqchiman. Qaysi qo'shiq va yoki ashula bilan boshlaysiz? Men birinchi qo'shig'imni Bayot to'r qo'shig'ini ijro etib bermoqchiman. Marhamat, eshitamiz, marhamat. Yorning vasli emas, ozorsiz. Yorning vasli emas, ozorsiz. Gulshan ichra gul topilmas xorsiz. Ulpari vashvaslidan bo'ldim juda. Rohat edim qolmadi dildorsiz. Yor uchun ag'yorni dardim tortamen. Yor uchun ag'yorni dardim tortamen. Ko'rmadim bir yorni ag'yorsiz. Tam buzildi dildaro, hatta olmadi.
bermenüz bat qaddığa ebağban sargıdır bu bağara raftarsız nadire ahval din agah bo'lgan ey misafirler ki kalmış yarsız ey misafirler ki kalmış yarsız Rahmat ijroingiz uchun endi suhbatimizni boshlasak. Marhamat. Keling. Juda ham ko'p san'atkorlar, yosh xonandalar ijrosida ham eshitganmiz o'sha qadimgi asarlarimizdan. Sizni mana ilk beradigan savolim sizga shundan iboratki, o'zi ko'pincha ustozlar haqida so'raymiz. O'zingiz balki aytib o'tarsiz o'sha dil so'zlaringiz bilan birga, minnatdorchiliklar bilan, lekin kamdan kam xonandalarga bergan savolim bor. Bilasizmi nima haqida? Xo'sh. Har bir inson birorta bir kasb tanlaganda men nazarimda birorta bir maqsadni ko'zlaydi, to'g'rimi? O'sha qiziqishi bo'lsin, boshqa bo'lsin, maqsadni ko'zlaydi. Maqsad bo'lmasa, umuman hech qanaqa faoliyat ham yuritishni ham keragi yo'q, to'g'rimi? Aniq bir maqsadingiz bo'lishi kerak, niyatingiz bo'lishi kerak. Siz san'atkor, umuman qo'shiqchi, xonanda bo'lishingizda qanaqa maqsadni ko'zlagansiz? Men qo'shiqchi, hofiz bo'lishimda mana shu o'lmas asarlarni qoldirib ketgan ustozlarimiz Ma'murjon aka Uzoqov, Jo'raxon aka Sultonov, Komiljon Otaniyazov singari shu san'atda bir iz qoldiradigan inson bo'lishni xohlaganman san'atchi. Yoshligimdan san'atga qiziqqanman, lekin o'rta maktabni bitirdim. O'zimizda o'qishga sharoit bo'lmadi. Shuning uchun zavodda elektr payvandchi bo'lib ishlab yurib, ashulani o'rgandim. O'zim yoshligimdan qiziqardim, ashula aytib yurardim. Hattoki bir izdihomga bir qo'shiq aytguncha otamizga bildirgan emasman. Mana shunday qilib, mana hozir san'atda 10 yil elektr payvandchi bo'lib ishlab yurib, keyin men 93-yildan buyog'iga asoslik san'atga ko'proq mehrim bilan harakat qilib turibman. Bilasizmi, o'zi ko'pincha o'sha san'atkorlar sozanda bo'lsin, xonanda bo'lsin, aktyor yoki aktrisa bo'lsin, avval o'sha o'zini asosiy o'sha hayotidagi maqsadiga, ya'ni o'sha san'at sohasiga erishgunga qadar turli ishlar bilan shug'ullanishadi, to'g'rimi? Albatta. Hech kim to'g'ridan-to'g'ri o'sha san'atga menimcha kirib kelgan emas. Balki bunga sabab shu ko'proq o'ylantirsa kerak. Balki o'sha oilada ota-onasini kasbini davom ettirish o'sha talabi bo'lar, to'g'rimi, ota-onasi tarafidan. Bular bo'lishi mumkin. Endi hozir sizni o'sha otangiz siz haqingizdagi fikrlari bor. O'sha biz avvalgi dasturlarimizda va'da qilganimizga ko'ra sizdan boshladik. Birinchi bo'lib mana shu yangiligimizni amalga oshirish sizga nasib qilgan ekan. Rahmat. Biz bundan juda ham xursandmiz albatta. Endi oilangizda umuman san'atkor bo'lmagan ekan. Yaxshisi hozir qanday san'atkor bo'lganingizni, qanday xabarlari bo'lganini dadangiz o'zlaridan eshitsak, Yoqubjon akadan. Albatta. Mana hozir o'sha Namangan viloyatidan tayyorlangan lavhalarni sizga namoyish etamiz. Men namoyishdan avval ushbu lavhalarni bizga tayyorlab jo'natgan Namangan televideniyasida ijod qiladigan tasvirchi yigit Umarjon Azimovga minnatdorchilik bildirmoqchimiz va barcha viloyatda ishlaydigan ijodkorlarga ham mana shunday lavhalar tayyorlab biz bilan hamkorlik qilishlarini taklif qilmoqchiman. Endi hozir o'sha lavhalarni tomosha qilamiz. Marhamat. Bu o'g'limni san'at sevadigan bo'lganini avvalda men bilmaganman. Yoshligida shu o'zi xirgoyi qilib 3 yashar bir yog'ochni chalib yuradi. Men mana shunday bir shu torga o'xshatib kesib bergandim. Jilka tortib bergandim. Shu g'urulab yuradi.
Keyin kattaroq bo'lgandan keyin men uni bunaqa san'atchi bo'lganini bilganim ham yo'q, ko'rganim ham yo'q. Bizni oilada san'atchi bo'lmagan. Endi bu Alloh bergan, ilohiy bergan ish ekan, bu san'atchi bo'lib chiqdi. Bir joyga shu mahallamizdan to'yga borsam bir 20 kishi şeyda shu o'g'lim aytib turgan ekan o'shalar. Birinchi, ikkinchi marta to'yga borish ekan. Men undan bexabar buni o'ylatadigandim. Xudo xolasa shu bolani men aytib qo'yaman shu o'g'limga to'yga deb borsam o'zim o'g'lim aytgan ekan. Shuni ko'rganman xolos. Uni ilohiy bergan narsa ekan. Shu bir-birimiz bilan ko'rishib, shu bilan men duo qildim, ko'pchilik duo qildi. Men ne'matidan rozi bo'ldim. Yaxshi dini o'shalarni aytib, nasihat o'shalarni aytib, bir noto'g'ri yo'lga yurmasdan yaxshi yurilsa men roziman deb duo qildim ko'pchilik. Mana So'g'jon ota duosini olib xonanda bo'lgan, san'atga qadam qo'ygan menimcha hech bir san'atkor kam bo'lmasa kerak. Albatta. Sizni balki o'sha hozir dadangiz aytib o'tdilar, nasihat ashulalarni aytgan degandim. Bu mana shunday qo'shiqlarni ko'proq aytar ekansiz. Bu haqda hozir yana bitta ijroyingizdan keyin suhbatlashdik. Nima deysiz? Mayli. Hozirgi ijroyimni Orifxon Xatamov muzikalar bilan Hazrat Navoiyni g'azallariga mansub Qoshi Yosin Muddin degan qo'shiqni aytib beraman. Marhamat, eshitamiz. Marhamat. Qoshi Yosin Muddin ko'zi qarasin Muddin Qoshi Yosin Muddin ko'zi qarasin Muddin ko'nglima har birini dardu balosin Muddin ko'nglima har birini dardu balosin Muddin ko'zi qahrin Muddin kibrik zahrin Muddin bu kudurat oraruq sorir safosin Muddin ishqidir din Muddin
Kargıran cin mudin Dahrişken cin mudin Canıma her birini cebru cebasın mudine yar yar ey. Ey navayidim kaşım Közünün asfinet Haşiya sımudine Közi kara Rahmat chiroyli ijroyingiz uchun. Juda ham bilasizmi, har bir o'sha ko'rsatuvni tayyorlaganlarni ham o'ziga yarasha o'sha sevgan qo'shiqlari yoki bo'lmasam kuylari bo'ladi, to'g'rimi? O'ziga yarasha ba'zi san'atkorlarni o'zlari o'sha sevib tinglab tomosha qilganda bizda ham shunaqa mana shu ashulalar nimagadir boshqacha odamga ta'sir bo'ladi. Menda masalan shunaqa. Sizga qanaqa qo'shiqlar ko'proq ta'sir qiladi demoqchiman. Lekin buni men siz haqingizda o'sha surishtirib biroz o'sha sizni ijodingiz bilan qiziqdim. O'sha hayotingiz haqida surishtirdim ozmoz. Shuni bildimki, siz ko'proq nasihatomuz qo'shiqlar, ashulalar aytar ekansiz. Boya mana Yoqubjon ota ham aytdilarki, shunaqa ashulalar aytsang rozi bo'laman degan gapni aytdilar, to'g'rimi? Albatta. Siz mana shunaqa qo'shiqlar aytishingizga sabab nima? Sabab endi mana bu har bir san'atda, har bir sohada ham albatta har bir narsaga yaxshilik bilan, chiroyli xulq-odob bilan erishiladi. Shuning uchun otamiz bu gapni gapirganlarki, sen shunaqa yaxshi bir ma'noli qo'shiq aytsan roziman deganlari. San'atga qadam qo'ydim. Shu qadamim bir o'chmas iz qoldirib ketish uchun mana bu insonni bir misol keltirsam, go'dakligidan ota-onalarimiz tarbiya qilib, uni chiroyli tarbiya qilishsa, chiroyli o'sadi. U inson vatanni qadriga yetadi, ota-onani qadriga yetadi. Xullas, ikki dunyo saodatiga erishadi. Shuning uchun men aytgan qo'shiqlarimda ham shu eshitgan inson bir ozuqa olsa, o'ziga bir chiroyli bir qo'shiqlarni eshitganda o'sha ba'zi bir harakatlarini o'zini yaxshi bir nimasi bilan ota-onasining duosini olsa, el xalqimizni, vatanni qadriga yetsa, mana shu qo'shiqlarni aytaman-da. Shunday. Juda ham yaxshi. Endi mana shu borada sizga bitta savol bor. Savoli nimaligini aytmadim. Ko'p bor so'radingiz, nima haqida savol ekan dedingiz, lekin sizni muxlisingiz bor ekanlar. U kishi ham men nazarimda o'sha o'zi xonanda bo'lsa kerak, aynan Namangan viloyatidan. Bu savol bilan savolli lavhamizni esa bizni o'sha bundan buyon mana shu tashqarida tomoshabinlar bilan savol-javoblar, suhbatlar o'tkazadigan bizni o'sha ijodiy guruhimizga yangi qo'shilgan Ilhomjon Sodiqov tayyorlaganlar. Marhamat, hozir sizga savolni qo'yib beramiz. Mayli. O'zingiz tanishtirsangiz. Men Namangan viloyatidanman. O'zim ham mana shu mumtoz qo'shiqlarni sevib ijro qilaman xonanda sifatida. Ism familiyangiz? Ismim Ulug'bek Rahmatullayev. Juda yaxshi. Ulug'bek, endi Isoqjon akaga savollaringiz. Isoqjon akaga savolim, men ham xonanda sifatida Isoqjon akani ijodlariga qiziqib turaman. Repertuarlarda ko'proq nasihat qo'shiqlarini ijro qilasiz. Shu qo'shiqlarga, nasihat qo'shiqlarga o'zingiz ham amal qilasizmi? Shu savol. Rahmat, juda o'rinli savol berdingiz. Albatta amal qilamiz. Chunki amal qilmasak, mana shu yerlarga kelarmidik. Bizni mana shu yerlarga mana muxlislarimiz o'sha san'atda o'zimizni ozmi ko'pmi xulqimiz bilan elga bir ko'ringan ekanmiz, nafaqat san'at bilan.
Shuning uchun mana bir qancha muxlislarimiz duolari bilan, el xalqimiz duolari bilan mana shu yerga kelib turibmiz taklifimizni olib. Ham o'sha o'zingizni qo'shiqchilikdagi iqtidoringiz bilan, to'g'rimi? Albatta. Harakatim bilan, harakatim bilan, o'sha yurish turishim bilan o'zimni shu aytgan qo'shiqlarimga amal qilishim bilan mana shu yerga kelib turibman. Yaxshi, bilasizmi, mana so'nggi paytlarda butun dunyoda bo'lgani kabi bizda ham shunaqa xonandalarga nafaqat sozandalar, balki boshqa insonlar ham yordam berishadi. Prodyuser, menejer degan iboralar ko'payib ketgan. Endi biz nima soddagina qilib o'zbekchasiga yordamchim deb qo'ya qolamiz, to'g'rimi? Hozir taklif qilsak, mana shu ko'rsatuvimizga kelishingizda ham menimcha biz bilan ko'proq o'sha muloqotda bo'lgan Sharifjon Tursunov siz bilan birga kelganlar, u kishini ham taklif qilsak, nima deysiz? Juda yaxshi bo'ladi. Keling, marhamat. Siz ham xush kelibsiz dasturimizga. Sizni ham ko'rganimizdan xursandmiz. San'atkor faqatgina o'sha qo'shiqlari bilan, kuylarni o'sha agar kuylar yaratsa o'zlari, shular bilan shug'ullangani yaxshi. Agar yaratmaydigan bo'lsa, bilasiz, milliy san'atimizdagi qo'shiqlarni o'rganish o'zi juda ham mukammal o'rganish uchun, ijro qilish uchun juda ham ko'p vaqt kerak bo'ladi. Demak, boshqa o'sha konsertlar bo'lsin, boshqa bir el xizmati bo'lsin, bularni tashkil qiladigan baribir bir odam bo'lishi kerak, to'g'rimi? Baribir san'atkor o'ziga tashqi ko'rinishiga ham e'tibor berish kerak. Bularni barchasi bir insonni o'ziga, ya'ni xonandani o'ziga qiyin bo'ladi. Siz nima sababdan aynan Isoqjon bilan ishlayapsiz birga? Biz bu kishi bilan 1995-yildan beri shu hamkorlikni boshladik. Oldiniga bu kishini qo'shig'ini eshitib, Mumtoz yo'ldagini, maqom yo'llarini va nihoyat mana o'zi aytib o'tgan nasihat qo'shiqlarini eshitgandan keyin, xalq yo'lidagi qo'shiqlar. Albatta, eshitgandan keyin bu kishiga qo'shiqlariga menda sal mehr uyg'ondi. Chunki hozir xalqimiz faqat estrada yo'nalishidan tashqari jonli ijroga o'zi boricha o'zining mehrini qo'yib ishlayapti. Shu kishini men ovozlarini audio kasetalarga tushirish uchun bir harakat qilib yo'llarini eshitib ko'rgandan keyin menga ma'qul keldi. O'zlarini shundan hamkorlik qilishni boshladik. Mana hozirgi kunda ozmi ko'pmi qo'limizdan kelgancha xalqqa shu qo'shiqlarni audio tasvirlarini yetkazib berdik. Hamkorlikda hozir shu kishini 6 ta qo'shiqlarini biz audio albomini chiqardik. Ozmi ko'pmi shu xalqimiz shu kishidan qo'shiqlardan manfaat bo'lsin, maqom qo'shiqlarini eshitsin, nasihat qo'shiqlarini eshitsin, hattoki lirik qo'shiqlari ham bor. Yaxshi. Mana shu maqsadda birga ijod qilyapsiz, to'g'rimi? Albatta. Hozirgi kunda bu kishini yanada men gapim mazmunini javobini aytishim kerak-ku. Hozirgi kunda bu kishini tasvirlik audio emas, tasvirlik CD albomlarini ham chiqarish harakatida turamiz. Buni ba'zi bir yo'nalishlarni biz hisobga olib, mana o'zlarini sozandalarimdan bular shuni reportajni tayyorlab, xalqqa manzuralardan qo'shiqlar ustida hozir bular aranjirovkasi tayyorlashyapti. Yaqin kunlarda buni xalqqa yetkazamiz degan umiddamiz. Juda ham yaxshi. Siz birgalikda o'sha hamkorligingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Muxlislaringiz agar o'sha biror ko'rsatuvga chiqsangiz, falon ashulani aytib bering deb so'rashadimi? Va qaysi ashulani so'rashadi ko'proq? Muxlislarim ko'proq endi meni ona haqidagi qo'shiqlarim bilan tanigan, juda ham yaqinroq tanigan muxlislarim. Shuning uchun o'zim ham o'sha ustoz shoirlar qatori ozmi ko'pmi ijod qilib turaman. Shu ona haqida bir g'azal yozganman, onam uchun nima qildim degan. Mana shu qo'shiq ijro etib beraman, eshitib ko'rasiz. Marhamat eshitamiz. Bozorlardan savdo qildim bolamga deb, bozorlardan savdo qildim bolamga deb, shirinligu novat oldim bolamga deb, go'zal gullar sarpo oldim yorimga deb, go'zal gullar sarpo oldim yorimga deb,
Men notavon nima oldim onamga deb, farzand bo'lib nima oldim onamga deb. Xoksorim g'amgizorim onamga deb, yolg'izgina duo go'yim onamga deb. Hashamatli uylar qurdim bolam uchun, dabdabali to'ylar qildim bolam uchun. Hashamatli uylar qurdim bolam uchun, dabdabali to'ylar qildim bolam uchun. Oyoq osti qo'ylar so'ydim do'stlar uchun. Men bag'ri tosh nima qildim onam uchun, farzand bo'lib nima qildim onam uchun. Xoksorim g'amgizorim onam uchun, yolg'izgina duo go'yim onam uchun. Onam yedi, o'zi kiymay kiydirgan ham onam yedi. Yo'llarimga intizorim onam yedi, qo'lin ochib duo qilgan onam yedi. Bu dunyoda chin do'stim ham onam yedi. Xoksorim mehribonim onam edi. Men notavon nima oldim onamga deb, farzand bo'lib nima qildim onamga deb. Xoksorim g'amgizorim onamga deb, yolg'izgina duo go'yim onamga deb. Onamga deb, onamga deb. Rahmat katta ijroingiz uchun. Biz Sharifjon har doim ota-onalarimiz haqida ashulalar, qo'shiqlar bo'ladigan bo'lsa, biroz tinglash qiyin. Agar ota-onangiz o'tgan bo'lsa, tinglash og'irlik qiladi, lekin agar ular hayot bo'lsa, yana ham ko'proq o'sha ularni hurmat qilishga, to'g'rimi? Ularni qadrlashimizga undaydi bunday qo'shiq va ashulalar. Shuning uchun sizga katta rahmat. Ota-onangiz baxtingizga sog' bo'lsin har doim. Endi mana bugungi dasturimizda tomoshabinlar ham ko'rib turishibdiki, avvalgi dasturlarga qaraganda boshqa sozandalarimiz bor. Chunki ishnavandalarimiz o'rganib qolishgan o'sha bizni doimiy sozandalarimizga. Ularning ichida mana hozirgi sizga jo'rlik qilayotganlar orasida mana Nayda, Farhodjon borlar. Ulardan tashqari qolgan sozandalarni o'zingiz ismlarini aytib o'tsangiz, marhamat. Meni ijodimga doimo hamkorlik qilib kelayotgan do'stlarim bular. Mana doirada Avazxon, G'ijjati Faxriddinjon, Qonunda Rashidxon, Farhodjonni hammamiz taniymiz, ukamiz. Ularning dadalari biz bilan ko'p yurganlar. Ularni uyardagi do'stimiz Abduqahhorjon sozda. Mana shular bilan hamkorlikdamiz doim. Juda ham yaxshi. Endi hozir mana yana shu ovozingiz sovimagan paytda hozir, to'g'rimi? Yana bir ijroingizni tomoshabinlarga taqdim qilsak. Nimani aytasiz endi? Hozirgi qo'shig'im yana o'zim ijodimdan Mehr oqibat qolar degan qo'shiq. Juda ham yaxshi.
Qanotun ta quyosh chiqquncha do'stim Qanotun ta quyosh chiqquncha do'stim Kunning tafti quyosh botguncha do'stim Hammamiz dunyoga mehmonmiz do'stim Sizdan mehr bizdan oqibat qolar Dunyoda mehr va oqibat qolar Dunyoda mehr va oqibat qolar Xudoyim berganda olishing tayin lek hayot yukini ko'tarish qiyin Xudoyim berganda olishing tayin lek hayot yukini ko'tarish qiyin Umrimiz kundan kun o'tganin sayin sizdan mehr bizdan oqibat qolar Dunyoda mehr va oqibat qolar Dunyoda mehr va oqibat qolar Do'stim yashayapsan tanda bor joning Iymonla eshitgil borki imkoning Do'stim yashayapsan tanda bor joning Iymonla eshitgil borki imkoning Tilagim guldayin o'tsin hayoting Tilagim guldayin o'tsin hayoting Sendan mehr mendan oqibat qolar Dunyoda mehr va oqibat qolar Dunyoda mehr va oqibat qolar Xalqingni rozi qil ko'rmaysan zavol Onajoning rozi qil topgaysan kamol Yo'lingda to'g'ri yur sen topib halol Yo'lingda to'g'ri yur sen topib halol Sendan mehr bizdan oqibat qolar Dunyoda mehr va oqibat qolar Dunyoda mehr va oqibat qolar O'tkinchi dunyoga biz ham mehmonmiz O'tkinchi dunyoga biz ham mehmonmiz Hammamiz qarindosh qondosh jondoshmiz Kim oldin kim keyin yo'lda karvonmiz Kim oldin kim keyin yo'lda karvonmiz Sendan mehr mendan oqibat qolar Dunyoda mehr va oqibat qolar Sizu bizdan mehr oqibat qolar Dunyoda mehr va oqibat qolar Dunyoda mehr va oqibat qolar Dunyoda mehr va oqibat qolar Rahmat chiroyli qo'shiqlaringiz uchun. Umuman bugungi ishtirokingiz uchun sizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Isoqjon, yana sizni albattaki sozanda yigitlar bilan birgalikda, yana agar shogirdlaringiz bo'lsa, ular bilan birgalikda kutib qolamiz. Sharifjon albatta sizni olib keladilar. Yana telefon qo'ng'iroqlaringizni kutamiz sizni. Siz bilan bog'lanib yana yangi qo'shiqlar, ijodlar qildilar desangiz, biz har doim tayyormiz ijodiy guruhimiz bilan birgalikda va sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Oilaviy baxt tilaymiz. Ota-onangizga umrlar uzoq bo'lishlarini tilaymiz. Hurmatli teletomoshabinlar, sizlar bilan xayrlashdan avval esa men dasturimizda homiylik qilmoqchi bo'lganlar uchun hamda ko'rsatuvimiz orqali ishtirok etib, shu o'zlarini xush ovozlari orqali muxlis orttirmoqchi bo'lgan barcha xonandalarimizga yoki
mohir sozandalarimizga, raqqos va raqqosalarimizga murojaat telefon raqamlarini aytib o'tmoqchiman. Marhamat qilib yozib oling. 150 25 35. Biz sizni telefon qo'ng'iroqlaringizni doimo kutamiz va oxirida ishtirokingiz biz uchun ham tomoshabinlar uchun ham qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Bugungi dasturimiz orqali eng so'nggi ijroingiz menimcha o'sha mashhur xonandamiz, hurmatli ustoz xonandalarimizdan, san'atkorlarimizdan Komiljon Otaniyozov kuyi bilan, Maxtumquli so'zlari bilan Bo'lmisham nomli qo'shiqni ijro qilasiz. Hurmatli teletomoshabinlar, yana har doimgi bo'lgani kabi sog'lik, salomatlikda, omonlikda ko'rishguncha. Barchalar maqsud gulranoga oshiq bo'lmisham. Bulbuliman bog'rog'a g'avg'oga oshiq bo'lmisham. O'zi g'oyib zublari yaldoga oshiq bo'lmisham. Manzilim bog' ichradir sahroga oshiq bo'lmisham. Kalbim içine yorgamidir manzilim sahroda hey. Tortishim g'am g'ussadir o'xshayman u farhodga hey. Soldi ishqing dilrabo jonu jigarni o'tkay. Vodariga kechdi umrim zoya berdim boda. Ohi ko'p afg'oni ko'p bir kuya oshiq bo'lmisham. Havoyi vaslini man muncha chandon istaram. Domi zulfing qasdini o'zimni zindon istaram. Demag'amdin bir zamon ko'nglimni handon istaram. Bir g'arib oshiq manam yorsan chandon istaram. Kecha-yu kunduz biling bu holga oshiq bo'lmisham. Qalmışam hayron bo'lib g'ayri nigorim yo'q mening. Oldi jonim ishqing o'ti ixtiyorim yo'q mening. Kelsa aqlimni olar ketsa qarorim yo'q mening. Gamzasi yo'q qoshlari dunyoga oshiq bo'lmisham. Sayretim bordim falakdim lamakona uchradim. Chun meni rasvo qilibdir beamona uchradim. 72 shahrlarning bir
dokona uchradim. Shun meni rasvo qilibdir beamona uchradim. 72 shahrida men bir dokona uchradim. Shuncha sargardon safir zoy oshiq bo'lmisham. Shuncha sargardon safir zoy oshiq bo'lmisham. Har